Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, skuter quva obunachilari, velosiped so'rayotganlar uchun bizga xudo xolasa katta partiyada velosipedlarimiz keldi. Undan tashqari germanskiy, Yevropa velosipedlarini ham hop, holati yaxshi, sostoyaniyasi ideal, ancha yillar xizmat qilib beradiganlarini olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa bemalol bulardan ham xarid qilsanglar bo'laveradi. Undan tashqari mana bugungi kelgan yuklarimiz xudo xolasa mana yosh tog'alarimizga yengil bo'lgan, narxlari ham yomon bo'lgan, sifatlari ancha oshgan. Razmerlari 26 dan 28 gacha bor. Bemalol xarid qilishaveradi. Bularni hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib, video qilib o'tib ketamiz. Undan oldin bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Sizlarga xudo xolasa bugun 7-dekabr eslatib o'tamiz yana bir 7-dekabrda qilyapmiz. Undan tashqari bolajonlarimizga bunaqangi velosipedchalarimiz ham bor. Bemalol kelaverasizlar, xarid qilaverasizlar. Dastavkalarimizga keladigan bo'lsak, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz mavjud. Albatta kelishilgan holatlarda bo'ladi. Vodiy bo'ylab bo'lsa, yaqinroq bizning manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Quvada. Mana shu Quva territoriyasi yaqinroq joyda bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha dastavkasini yengilroq qilib, iloji bo'lsa ichida qilib yetkazib beraveramiz. Birinchi bo'lib ana shu velosipedlarimizdan gaplashadigan bo'lsak, qarang. Bu velosipedlarimiz skorosligi kelgan, asosan skorosligini ko'pchilik so'radi. Mana skorligini olib keldik. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. 3 ta skorli bo'ladi mana. Shimano 3 ta skorli, 1, 2, 3 ta. Skorsi ichkarida, lekin yosh katta odamlar qiynalmaydi, bemalol yurishaveradi. Tormozi oyoqda hamda qo'lda ham tormozi bor. Qo'lda tormozni ham ishlatsa bo'laveradi. Yurishlari ancha yengil, maza qilib minadigan. Keyin e'tibor beramiz, diskalari ham ancha yaxshilashgan. Diskalari ham qarang, shaybali diska ham alyumin diska 2 qavatli bo'ladi. Bagajlari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Bemalol 70-80 kilogacha bo'lgan yuk ko'taraveradi bagajlari ham. Keyin bu velosipedni oldin olib minayotganlar bo'lsa biladi, ko'pini amortizator ishlamas edi. Ko'rgazmaydi-da, jalba bo'laverardi. Amortizatori bormi borga qo'yilardi-da endi. Endi hozir ko'rsangiz, amortizatorlari ham ishlaydi, yumshoq. Maza qilib ishlatib ketsa bo'laveradi. Hop, jing'iroqlari ham bor mana. Keyin venislarini ham qaraymiz. Venislari ham germanskiy stilda, venislari ham ancha baquvvatlashgan. Ya'ni ko'pchilik rolga osilib chiqadiganlar bo'lsa ham ko'taraveradi, rollari ham baquvvat. Minib ko'rsatib beramiz, qarang. Minib. Yurishi ham ancha yengil. Hozir birinchi ko'rda minyapman. Birinchi ko'rda minadigan bo'lsa, velosiped yengilligini qattan bilasiz mana. Bitta tepib qo'yadigan bo'lsangiz ham ancha vaqtgacha o'zini texotida ketaveradi. Ko'ryapsizmi? Ikkinchi skor mana. Skor ham soatda ishlaydi. Skorlar ham ligirovka bo'lgan, tayyor holatda mana. Uchinchi skorga oldim. Uchala skor ham ishlaydi. Bemalol minib ketsangiz bo'laveradi. Bu velosipedlarning oldingilarda eng jonga teggan narsasi bunaqa joy bo'shab ketaveradi. O'lsalari luft bo'laverardi-da. Hozir bular ham ancha baquvvatlashgan. Bu Pachimning ko'rinish komplektlarini ham ancha yaxshidan qo'ygan. Bular ham luft bo'lmaydi, ancha baquvvat xizmat qilib beradi. Keyin eng asosiysi qarang, eng asosiysi mana. Oldida generatori ham bor. Yosh tog'larimiz kech payt masjidga chiqsa, ertalab bomdodga chiqadigan bo'lsa ham, o'zi faralari ksenofara zo'r yoritib beradi. Dinamolar yoki bo'lsa to'k solish shart emas mana. Direk aylansa o'zi yonaveradi. Ko'rdingizmi? Shunaqa. Xo'p, yana nimasi? Bu velosipedimiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1,8 million so'mdan xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Bemalol kelaverasiz. Ranglari qorasi, ko'ki, tomli-siniy rangi hamda kurang svetlari bor. Bemalol xarid qilib, oldida setkachasi ham mavjud. Pedallari ham temirlikniki, alyumin pedal. Pedallari ham plastmas edi, oldinlari hozir temir. Apparatini eslatib o'tamiz, Indoneziyaniki mana, apparatlari Indoneziyaniki bo'ladi. Indoneziyaniki apparat. Yog'ochlari ham ikkitali qilib ishlangan. Bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Narxi 1,8 million so'mdan. Xolasiz, amortizatori bor hamda razmeri yiqilgan. 26 razmeri bor mana. Ixchamroq, kichkinaroq varianti bu.
Hosh tog'larimiz hali tushib chiqqani qiynalmaydi-da, pastdekkina. Egari yana pasayadi, roli ham pasayadi. Hech qoladi, oyog'i yerga tegib turadi, ketaveradi. Minib ketaveradi. Mazasi hali. Podiyomli joylarga ham tortaveradi lekin ancha zo'r. 26 razmerimiz narxi 1.600.000 so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi bemalol. Ali xohlasanglar bundan ham arzonroqlari bor. Masalan, materialiga qarab narxlari tushib arzonroq bo'laveradi bu velosipedlarimiz ham. Masalan, balonlari alishsa yo diskasi yo ancha-muncha zapchasi alishadigan bo'lsa, shunga qarab narx arzonroq bo'laveradi. Ali negativ fikr bildiringlar borki, arzon qimmat ekan deydiganlar borki, sizlarga arzonroq qilib beraveramiz aytgan puliga. Masalan, 1 million desa 1 millionga ham velosipedimiz bor. 900 ming desa 900 mingga ham bor. Endi hammasi ham puliga yarasha bo'ladi sifati. Sifatlar xudo xolasa premium kategoriyada. Eng zo'ri, yana bitta zo'r tomoni, ancha-muncha joyda bu velosipedlarimizga garantiya servis qilib bermaydi. Biz o'zimiz hatto remontini ham qilamiz. Lekin bu velosipedlarimizga 3 oydan 6 oygacha servis xizmatini bepul qilib qo'yganmiz. Bemalol olib xarid qilaverasizlar. Lekin qachondir biror yeri buzilib qolsa yo boshqa bo'lsa olib kelsanglar, to'g'rilab berilaveradi. 3 oydan 6 oygacha velosiped turiga qarab servis xizmatlarimiz bepul bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi skori yo'qlarini xarid qilmoqchi bo'lsanglar, mana xuddi amazatilligi bu ham. Amazatilligi. Prosta uni skorisi yo'q. Skorisi yo'q bo'lgani bilan yurish ancha yengil. Rama qo'ygan hamma yo'q bir xil. Faqat skorisi yo'q qo'lda. Bitta skorda bo'ladi. Xo'p, buni ham diskasi 2 qavatli. Keyin oldingilar bilsanglar 5 toshli bo'lardi hali. Chexski bularda hozirgilar Xitoy apparat bu. Buni zo'r tomoni Xitoy apparatda props bo'lmaydi. Xudo xolasa bemalol minaveradi. Tuzatmoqchi bo'lsa ham ishi ham oson bitadi. Ikkita pachinni bitta konus bilan qo'yib ketaveradi. Lekin yurishi ham ancha yengil bo'ladi u velosipedga qaraganda. Mana yengil bu velosipedimiz ham xudo xolasa. Xohlovchilarga bularimiz ham bor. Hali skori kerak emas menga, o'zini minsam bo'ldi deganlarga bularni ham qilib beraveramiz xudo xolasa. Bular ham aytilgan xizmatni qilib beradigan, hammasatlar ishlaydigan, ramalari ham qalin, baquvvatdan qo'yilgan, bagajlari ham qalin. Buniki velosipedlarimiz 1.300.000 so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi xudo xolasa. Bu velosipedlarimiz ham rangi ko'p. Ko'kka, qorasi, kulrangi har xil rangidan bor. Bemalol xohlagan o'ziga yoqqan rangini tanlab olsangiz bo'laveradi. Xuddi shu velosipedimizning lekin amortizator yo'qlari. Hop, bu amortizator yo'qlari 1.200.000 so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi. Amortizator yo'qlari kimlarga? Masalan, bu ham xuddi haligi nimaga o'xshaydi. Amortizator yo'q bo'lsa nozik bo'ladi degan narsa yo'q. Vilkasini o'ziga 1 yil garantiya beraveramiz. Vilkalari ancha baquvvat. Yuk ko'tarishlari bir xil, bagajlari baquvvat, yurishi yengil. Xipchamroq qilib ishlangan bu birosda. Hani bu ham ko'pincha yosh katta odamlarga, bo'y pastroq bo'lgan akalarimizga cho'radi. Vidalari ham alyumin, kontenerlari ham rezbali, tiyog'i ham ikkitali bo'ladi. Velosipedlarimizdan 1.200.000 so'mdan kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Mana yurishlari yengil bularga. Bularga ham 3 oydan 6 oygacha servis xizmat qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, bolajonlarimizga 3 qo'ldirali velosipedchalarimiz kelgan. M212 bu ham brendi bitta ikkalasiniki, M2 velo. 2 qavatli bunaqalari ham, ramalari ham. Maksimalni kilosi 70 kilogacha bo'lgan yukni ko'taraveradi. Men hozir 60 kiloda atrofidaman, men o'zim minyapman. Meni ko'taraveradi. Damlar hozir olgan. Baquvvatligiga keladigan bo'lsa, ancha baquvvat. Yurishi ancha yengil. 3 g'ildirali vaqtida ukalarini mindirib olib ketsa bo'laveradi. Bitta ushlaydigan sopchalari ham bor. Kisvarka ishlariga, kraska ishlariga e'tibor bering. Zavod tikiligi bittada bilinadi. Ancha baquvvat bu. Velosipedlarning spesiyallari ham qalin lekin. Hop, bu velosipedlarimiz narxi 8.000 so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi. 16ligi, 20ligi razmeri. Hop, 16ligi 5 yoshdan 6 yoshgacha tushadi. Kattaroq, polvonroq bola bo'ladigan bo'lsa 4 yosh ham minaveradi. 20ligi endi asosan 6 yoshdan 2-sinf, 3-sinf bolalargacha olib berishyapti, tushaveradi. 12ligi 3 yoshdan tortib to 5 yoshgacha minsa bo'laveradi buni. Bu hattoki 12ligini ham minib ko'rsatib beramiz. 12ligi ham mana ko'taraveradi. Bemalol minsa bo'laveradi. Juda torlik qilyapti, lekin ko'taradi.
700 ming so'mdan 12lik 700 ming. 16 800 ming so'm, 20lik narxni aytdim. Qizili, ko'ki bor, qizili ham, ko'ki ham rasa ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, bularimiz narxi 20ligi 850 ming so'mdan qilib beramiz. Yo'nchi velosipedlarimiz ham har xil kelgan, ana bolajonlarimizga. Jo'xonlarga. Baquvvat qilib ishlangan, amazatillari ham qulf kalitli bo'ladi. Diskalari ham 2 qavatli qilib ishlangan, tormozlari ham barabanskiy bo'ladi. Hali mashinalarga o'xshatib qo'yganda mototsikllar bor-ku. Skuterlar sotyapmiz hozir, ashlar skuterning tormoziga o'xshaydi mana bular ham. Yurish ancha yengil. Ramasi baquvvat, skorsi orqasida 7 ta, oldida bittaligi, xolasingiz orqasida oldida 3 taligi bo'ladi. Skorlarini ham legirovka qilib qo'yganmiz, minishga tayyor. Xudo xolasa borib minaveradi borganda. Hali borib ustiga ko'rsatib oling, legirovka qilib oling, bitta qatirtirib olasiz degan narsalar bo'lmaydi. Boradi, minadi xudo xolasa. Bizdan velosiped olib minayotganlar bo'lsa biladi. Xudo xolasa hamma yo'g'ini sozlab tayyor qilib qo'yishadi. Qulfi bo'lsa qarang. Qulfi, stopi, panallari ham o'sha sumkachasi, panari, suv bachoyi, hamda bu yerda nasosi qo'shib beriladi mana nasos. Ko'rdingmi? O velosiped naq xudo xolasa. Buzilib qolaveradi deyshadi-yu, buzilmaydi xudo xolasa, ancha yuradi. Endi hamma narsani ham nihoyasi bor. Yaxshi qarab minadigan bo'lsa, ancha yillar xizmat qilib beradigan narsa. Eng muhimi, hali buzilib qolishining asosiy sabablaridan biri, masalan, do'kondan olgandan keyin birdaniga olib, hali olib ketaveradi-da, so'ramaydi sotayotgan odamdan, legirovka bo'lganmi, uzatilganmi demaydi. Bizda bular tayyor, legirovkalari bo'lgan, skorlari hamma yo'q ishlayapti, sozlangan, tayyor. Olib borib minsa bo'laveradi. Shuning uchun ular ancha yillar xizmat qilib beradi. Agar legirovka qilinmagan bo'lsa, legirovka qilinmagan taqdirda minvoradigan bo'lsa, skorlar ishdan chiqib qolishi mumkin, tormoz ishdan chiqib qolishi mumkin. Biz hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'yganmiz, oladi, minadi xudo xolasa. Pastda nomerlar qoldiramiz. 98 37 70 56 91 677 67 91. Bemalol telefon qilib, yetmagan ma'lumotlar bo'lsa, to'liq qilib ma'lumot olsangiz bo'laveradi xudo xolasa. Bularimiz narxi 1.100 ming so'mdan qilib qo'ydik, 1.100 ming so'm. Arzonni so'rayotganlarga mana arzoni ham bor. Bunisining narxi 850 ming so'mdan qilib beramiz bunisini. Bu ham bir xil arzonroq variantda bunisi. Kattalari 1.200 ming so'mdan artislar bo'laveradi mana kattalarini. Ular ham ancha yengil yuradi, zo'r. Yumshoq yurishlari ham. Ikki kishini bemalol mindirib olib ketaveradi. Bo'g'otrizo. Keching. Kelamiz, mingashib ko'ramiz hozir. Chiqchi orqasiga. Kelamiz, mingashib ketaveramiz, xudo xolasa, ko'taradi velosiped. Torli qilyapti joyimiz. Amazatillari ham baquvvatda ham muhim. Zatillari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Mana ular ham rezvali, kontenerlari ham. Xo'p, diskalari ham 2 qavatli qilib ishlangan. Pachimliklari qo'qma, ham konusli, luft bo'lmaydi ancha munchaga. Qanot simlari qalin qilib ishlangan. Skorsi orqasida 7 ta, oldida 3 talik bo'ladi. Sifatligini, baquvvatini olib beraman deyotganlarga tavsiya qilaveramiz bemalol. Narxi 1.200 ming so'mdan. Bemalol aytqizinglar bular. Xo'p. Undan keyin Yevropa velosipedlari, germanskiy velosipedlarda, xudo xolasa, tiniqlaridan, saralaridan yig'ib olib chiqib qo'ydik, xudo xolasa. Ozroq miqdorda, lekin masalan, soni chegaralanmagan miqdorda bor. Masalan, har xilidan bor. Tugab qolgan taqdirda ham boshqalari bor, bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Boshqachalari ham bor. Xo'p. Ice. Xitoyniki bu. Rossiyaniki emas, Belarus deb yozib qo'ygan. Lekin Xitoyniki. 800 ming so'mga beramiz. Mana. Germanskiy velosipedlarimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Vitico. Egallari italyanskiy. Ramalari alyumin rama. Rollar ligirovchniy bo'ladi, 8 rol. Orqasida 7 ta, oldida 3 ta skorsi mavjud. Hop, chaqlari qo'ng'incha. Konteynerlar rezvali, diskalari 2 qavatli bo'ladi. Hop, Shimano, nimalar kulchatlar Shimano, chaqlari shiritsali bo'ladi. Amazatillari ham ratnoy holatda turibdi. Diskalari baramanskiy diska, spisalari nijavika. Hop, bunga kulish kerak emas, qo'lda bo'shatib ishlatsangiz bo'laveradi. Bunimiz narxi 1.600 ming so'm.
1,600,000 so'm. Stoplarigacha ratni o'ziniki. Xo'p. Undan keyingisi Conway. Yosh katta odamlarga, opoqalarimizga tavsiya qilamiz. O'ta ham ideal velosiped, holat cho'tki turibdi. Yangidek, tushib chiqqani oson mana. Dizayni ham shu mazza. Razmeri 26 razmerda, diskalari alyumin diska. Spisalari nejavika, vilkalari baquvvatdan qo'yilgan. Hop, faralari galagen fara. Rollar luft bo'lmaydi, xudo xolasa. Skorsi 3 tali shiram. 3 tali shiram. Mana. Tormozi oyoqda bor. Tormozi oyoqda ishlatsangiz bo'laveradi. Hop. Bagajlari baquvvat. Nimasi? Dinamo Basta Duo. Tiyag'ichlar ratnoy o'ziniki. Konteynerlar rezvali qilib ishlangan. Shunaqa. Stoplari ham ratnoy, qanotlari ham o'ziniki. Yurishi ham ancha yengil, kraskalari ham ancha ideal holatda turibdi, urinmagan. Mana minib ko'rsatib beramiz. Bu velosipedlarni endi minib ko'rgan odam biladi. Bular o'zini dong'i nima bilan taralgan desa, ko'proq xizmat qilib beradigan, yillab yurib beradigan, ancha yillab xizmat qilib beradigan baquvvatligi hamda materiallari yaxshiligi bilan tanilgan velosipedlar bo'ladi. Rollarigacha o'ziniki. Plombasigacha turibdi, qarang. Trosin plombalarigacha turibdi. O'ta yangi holatda. O'zimga ham yoqtiradi. Buramizning servisi 1 yilgacha bo'ladi, germanskiy velosipedlarning servisi. Pakrishkalari ham ratnoy o'ziniki. Pakrishkalariga e'tibor beramiz, ratnoy o'ziniki turibdi. Bu velosipedimiz narxi 2,400,000 so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi. Undan keyingisi Kuko. Bitta nima qilib turaveramiz. Siz yo'limizni ochib tursangiz, biz minib klientlarimizga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Kuko bunisi. O'qib bori bu, masalan, o'qib borini xohlayotganlar uchun o'qib bori. Hop, bu 7 ta skorsli Shimano Nexus Yaponiya. Rollar ligirovishniy bo'ladi. Amazatorli qilib ishlangan. Faralari dinamik Xeno fara. Yoritadi, o'zi kech payt tushgan. Diska 2 qavatli bo'ladi, piramida diska. Holati ideal turibdi. Apparatlar soatda ishlayapti. Baho berib ko'rasizlar. Ko'rasizmi? Chaqshatillari ham o'ziniki, ratnoy holatda turibdi. Egallari italyanskiy, chexol kiydirib qo'yganmiz. O'zini ratnoy egalari italyanskiy. Faralar Stanley. Qanotlari ham ratnoy o'ziniki. Yurishlari ancha yengil, baquvvat qilib ishlangan. Holat ideal bunisini ham. Ba'dan olib bitta baho berib qo'yasiz. Pakrishkalarni ham Kenda tayyor pakrishka qo'yib qo'yganmiz. Xitoydagi-ku, lekin brend pakrishka hisoblanadi Kenda. Shunaqa tiyag'ichlari ham ratnoy o'ziniki. Fletcher o'ziniki. Telefonga yozadigan bo'lsangiz chiqadi o'zi. Hali internet saytlariga nima qilib rasmga olib tashlasangiz ko'rsatib beradi. Asl narxlarini, boshqalar Yevropada bular 250 dollar, 300 dollardan sotilganda. Hop, bu endi minilgan holati, minilgan bo'lgani uchun bizga minilgan holatda keladi. Hop, bunimiz narxi 1,900,000 so'mdan beramiz buni. Bemalol xarid qilsanglar bo'lar. Eng qizig'i apparatlari ochilmagan. Buni ham qolgan velosipedlarimiz ham apparati ochilmagan. Apparat ochilsa narxi arzonlab ketaveradi. 1,900,000 so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi. Xuddi shu velosipedimizning 3 ta skorligi, qolgan ham bir xil dinamli, holat ideal. 1,600,000 so'mdan xarid qilsangiz bo'laveradi bu. 1,600,000 so'mdan. Hop. Undan keyingisi meni Gollandiyani velosipedi bu, Gollandiyani. 3 ta skorsli shiramli, mana. 3 ta skorsli. Holat ideal, ramalari 2 qavatli qilib ishlangan. Maestro rama deydi. Zashnilari ham yoppa zashni, sepi umuman borligi bilinmaydi sizga. Yurishi yengil, dinamlari qarang. Dinamlarigacha ishlayapti. Faralari ham, simlari ham uzilmagan. Diskalari 2 qavatli bo'ladi. Spisalari nejavika, spisalari. Pakrishkalari ham ratnoy. Pakrishkalarigacha ratnoy holatda turibdi o'zini. Egari italyanskiy, Celeroy italyanlik. Bu naq velosiped yoshi yengil, o'zimni ko'rsatib beraman. Aza qilib minsa bo'laveradi.
klassik muxlislariga deydi, retroni xohlayotganlar uchun deydi. Ana. Bu ham rosa ideal, masalan, ancha xizmatingizni qilib beradi, hamma u holat yaxshi, ideal, ratno holatda turibdi. Apparatlar ochilmagan buni ham. Mana yozib qo'ygan xizmatlari. Kamillarigacha ratno turibdi-da. Bilaverasiz. 2400 ming so'mdan bunimiz narxi 2400 ming so'm. Keyingisi mana. Hozirgina arzonroq varianti bu. Necha arzonroq. Buni ham holat yaxshi. 3 ta skorsli. Hop, dinami faqat nimada bo'ladi? Orqasida bo'ladi. Qo'l dinam, Union German Production. Shunaqa pedali, ratno o'ziniki pedallari, rezervali, konteynerlari ham bitta tiyaz qo'yib qo'yganmiz. Tiyaz sinib qoldi, tiyaz qo'yib qo'yganmiz. Qolgan hamma yo'g'i o'ziniki xudo xolasa. Bitta rol ham qo'yganmiz ekan, aytmoqchi, roli ham o'ziga o'rnashmayapti, boshqa rol qo'yib qo'ydik. On paketchalari ratno o'ziniki bo'ladi. Stulkalari ham bo'shavermaydi, lekin bularga lut bo'lavermaydi. Ancha yillar xizmatingizni qilib beradigan velosipedlar bular. Olib minayotganlar bo'lsa, o'zi yaxshi biladi bu velosipedlarning qanaqaligini. O'zini klientlari, muxlislari bor. 1.400 ming so'm. Hop, ketler. Chaxligi. Bu chaxligi 7 ta skorli, oldida skorsi bor, orqasida skori bor. Maestro rama deb qo'yadi, mana motor rama deyshadi ko'pincha. Bu ham hamma holati ideal turibdi, ko'p narsasi ratno. Deyarli hech qayta alishmabdi buni. Hamma o'ziniki, nasoslarigacha turibdi, hattoki nasoslari. Dinamo ham ishlamagan. Dinamlari ham qo'l dinam, hali eski nimalar. Bularni shunaqa. Ishlayotgan-a? Ligirovka qilib qo'yishgan ekan, ishlaydi lekin. Hop, bunimiz 1.400 ming so'm. Bu ham yengil, ancha baquvvat qilib ishlangan bu ham. 1.400 ming so'mdan olib xarid qilsanglar bo'ladi. Adix. Bu chaxligi, hozir ko'rsatgan 8 rolimiz oddiy rolligi. Alyumin rama. Hop, 7x3 21 ta, hop, oldida 3 ta, orqada 7 ta skors bor, plus 21 ta ishlaydi. Egar boshqa qo'yilgan ekan, hop. Spitsalar nejavika, o'ziniki ratno, diskasi 2 qavatli bo'ladi, piramida diski. Hop, chaxlari konteynerli mana ular, rezervali. Oldi vilkalari ham mazatli qilib ishlangan. Mazatlari hozirgacha ishlayapti, xudo xolasa. Yurishi ancha yengil. Baquvvat. O'zi ham yaltillab turibdi. Olat tiniq, xudo xolasa. Dinamlarigacha ishlarkan ekan, dinamlarigacha o'ziniki. Yonyapti? Yonyapti. Tormozlari ham sanchiydi, xudo xolasa. Bu ramasi alyumin, razmerlari 28 li, razmeri 28. Bagaj baquvvat, orqa faralari ham o'ziniki, stoplarigacha o'ziniki turibdi. Futulkalari bo'shamagan, luft yo'q hech qanaqa. Bemalol xarid qilaverasizlar. Bu velosipedimiz narxi 1.900 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi. Xo'p. Kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holatda bitta like bosib, obuna bo'lib ketishingiz sizlardan nasib qilsa, qo'ldan kelgancha xudo xolasa, kech bo'lishiga qaramasdan chiroyli qilib ko'rsatib o'tdik. Sizlarga to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Shu nomerlarga telefon qilib, bemalol to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'laveradi. Dastavka xizmatlarimizni aytib o'tdik. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Undan tashqari do'konimizga kelib, o'zingiz tanlab, ko'rib olib ketsangiz ham bo'laveradi. Assortimentlar vashi keng. Xudo xolasa, ishlaringizni chiroyli qilib, yengil qilib bitirib beramiz. Xo'p, skuter quvva sizga hamisha eng yaxshisini ravo ko'radi.